Salam ekran aldagi qadrli ko'ruvchilar. Tarım Navasi programmasi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan to'liq xursandman. Men program riyosatchisi Mayra Qurbon. Ko'rayotganlar Şinjan Ko'nak fan texnik cheklik shirkati Ko'rgü media ishxonasi tarqatgan Şinjan Saray yemek-ichmak mulozimat cheklik shirkati tajdorligidagi Tarım Navasi programmasi. Programımızın bu sanağı təklif qilgan aziz mehmonimiz bo'lsa, Aqsu viloyatlik Naqshul Ömkining davlatlik 3-darajalik artisti Ershad Tursun. Ershad, söhbətimiz başlashdan burun ekran oldidagi do'stlarimizga salmomizni bir yo'lab o'tamsiz. Ekran oldidagi ko'ruvchilar, hammaning shu vaqti xayrli bo'lsin. Men Ershad Tursundan sizlarga o'tliq salom. Ershad, sizningki shu san'at sohasiga qadam qo'yishingizda oiladagilaringizningki ta'sir sababidan bo'lganmi yoki o'zingizningki shu qiziqish sababli shu sohaga qadam qo'yganmi? Endi uydagilarning ta'siri bor. Lekin bizning uyda mendan boshqa san'atkorlar yo'q. Lekin dadam gitarani yaxshi chala oladi. Dutani manchimi chaldi. Menga kichik vaqtimda dadam gitarani o'rgatgan. Opam naqshini yaxshi aytadi, bek san'atga bak qiziqdi. Lekin artist yo'q bizning uyda. Akamni gitarani yaxshi chaldi. Kichik vaqtimda akamning chog'ini ko'rib, shu bizniki qorona ichida pastda og'il do'stlar bilan birga chaladi. Shu vaqtimizda o'zim akamlarning chog'ini ko'rib qiziqib Amrak o'qibdi ekan. Shu kichigim tatib gitar chalib, dadam o'gitib qo'ydi, akam o'gitib qo'ydi. Shu vaqtimizda qiziqib qolgan san'atga. Ondan keyin cho'ng opam, sen mishta qiziqqandiki mishta sho'x tursa, buni sen maktabga bermay nima ish qilamiz? Dedi shunlar ma'qul deb uydagilarni qo'lladi. Aqsu san'at maktabiga 2004-yili shu o'qishga kirdim. 2008-yili bitirib, andilla Aqsu viloyatlik Ömekka kirib xizmat qildim. Ondan 2009-yili rasmiy idoraga kirgandan keyin bu jarayonda intayin tirishdim men. O'zimning kasbida bo'lsin, naqsh muzika bo'lsin, kichigimdan qiziqqandan keyin cho'ng kichikliklarda idorani o'rlashtirgan. Faoliyatlarda qiziqqandan keyin, mushtaq tirishchilik bo'lgandan keyin seni bir el deb nurg'unlagan Aqsu viloyatining qurbonlik kichikliklari bo'lsin, chag'allik kichikliklari bo'lsin, ayrim nomerlarni berdi. Undan sirt itot mayli kino film bo'lib qolsin, Şinjan Einsteinniki 2010-yil bir tatgan bir filmiga chiqqandim. Ondan shu har qanday qashta yaxshi fursatlar bo'lsa, idora rahbarligi qo'llab fursatlarni berdi. Ershad, ilgari men sizning bir qancha naqshlaringizni anglab yiqitdim. Men uzun bo'ldi sizning naqshlaringizni anglab vaqtimda ekranlardan tasbek ko'rinib ketmadingiz. Buningda xizmatning aldirashlik sababimi va yoki boshqa sabab bormi? Uningda boshqa sababmi yo'q. 2014-yili, 15-yili, 16-yili men shu muzik ishlashni texnik mukammallashtirib o'zimni torlarga bechiq naqsh taqib ketmadim. 2017-yili kelgan vaqtimizda o'zimning torga naqshlarini taqatdim. Do'st birodarlarim shunday maqtab yaxshi chiqibdi, u bu dedi. Uning yaxshi idoraning cho'ng kichikliklarda ko'rinib turdim. Ondan 2018-yili idora rahbarligining o'rlashtirishida 3 yil xizmatda Aqsu'niki mana shu Aykul bozorga fanxuyji ashag berib xizmat qildim. U yerda xizmatlasam jafoli bo'lgandan keyin bir mazgil to'xtab qoldi ijodiyat ishlarim. Lekin shu yerdami endi naqsh yozishni to'xtatib qo'ymadim. Qaytib kelib idora rahbarligi mening san'atga bo'lgan qiziqishimni o'ylab, mana shuni o'qishga avatili deb oldi bilan Jo'jang muzika institutiga u yerga bilim oshirishga bordik. Bizning 10 necha xizmatdoshlar bilib bordik. U yerda turib kelgandan keyin idoradagi kichikliklar, idora xizmatlar bo'ldim. Sal oldirashib qoldi xizmat. Shu jarayonda naqshlarimni taqib qilolmadim. Lekin naqshlarim borda endi saqlab qo'yuqliq. Lekin ishdan tushsamlar uyga qildig'ashim shu. Muzik ishlayman, naqsh yozaman. O'zim bek kichigimdan qiziqqandan keyin. Ondan 2020-yili 5-oyda idora rahbarlarining yana qo'llashi ostida Beijingga drama ham kino rejissyorligida bir o'qishga kelib, idora rahbarligi bu fursat menga berdi. Berib u yerda o'rganib keldim. Qaytib keldim uzun bo'lmadi. Kep endi shu mazgilda ishkirdi ko'rganlarim, o'zimniki san'atga bo'lgan ko'z qarashlarim, bilimlarim burun qolganda oshdi-da endi ishkir to'g'andan keyin. Shunga men bu yangicha yaqin naqshlarni yaxshiroq bir narsani qilsam kerak deb o'ylab qoldim. Ilgirimi sal mundaq o'tkazim taqib etgan naqshlarim bor. Lekin endi cho'ng yelni ko'rgandan keyin sal o'ylab qolgan, qilgandan keyin yaxshi qildi deb shunga sal bir mazgil to'xtab qoldim. Lekin naqshlarim patarda taqdim. Ershad, parangiz jarayonida sizning ishkir ulg'ayib berib, bilimingizga texnik mukammallashtirganlik to'g'riliq so'zlab o'tdingiz. Shunday yaxshi fursatlarni qo'lga keltirishda o'zingizning yordamiga tayindingizmi va yoki sizning shu parda orqasida turib qo'llayotganlar bormi? Albatta, mening bu qilayotgan kasbimni uydagilar qo'llaydi haqiqatan. Ondan idora rahbarliginingki qo'llashini orib qarg'il bo'lmaydi albatta. Idora rahbarligi, men idora kirgandan yoqsi, men nurg'ulg'an fursatlarni berdi haqiqatan. O'qishlarga jiq avatdi ishkir o'lkalarga. Hamma shuni intayin minnatdor. Ammo shu munosabatlar men shu idora rahbarligiga rahmat aytib olsam,
Bundan keyin idoraning xizmatlarida men texnik kuchimni chiqarib ishlayman. Bundan keyin mana Aqsuning san'at ishlariga, davlatimizning san'at ishlariga o'zimning bir kichik hissasini qo'shish uchun tirishaman. Ershad, söhbətimizin aytı ko'ngilli davomlashyapti. Söhbətimizin texmi ko'ngilli davomlashishi, kayfiyatimizin texmi yuqori pallaga chiqishi uchun naqshlaringizdan bir huzurlanib o'tsak qanday deysiz? Albatta bo'ldi. Xo'sh, ekran oldidagi do'stlar, Ershadning bizga olib kelgan sovg'asidan tang huzurlanaylik. Sana sen yürüsen bir haber nime azap bu bana bağrım taşken şu kadar buldum mecemsel sana bilmeysen yar halimni kıldım bek bu veyranı ağlam sen ya cenimni hey 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 wow güzelim bilmedim sevgi onunla nimelerni oylaysan sevginge zarkıdır niçin bana bak yolunu vermeysen varım bağışla canın aziz görgürümü bilmem sen tartınır nazlanır niçin yarım yüzü sanlı yoldaysan Saklaşta öter günüm uykusuz eter dünüm var sana eytar sözüm yolurga teşna bu gözüm mendek aşk bulamaz başka biri dünyada mendek seni suyamaz köyüp pişki utunda hey 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 wow güzelim bilmedim sevgi onunla nimelerini oynaysan sevginge zarkıdır niçin bana bak yolunu vermeysen varım bağışla canın aziz görgünümü bilmem sen tartınır nazlanır niçin yarım özü zanlı yoldaysan hey wow Sevgi onunla nimeleri oynaysan sevginge zarkıdır niçin bana bak yolunu vermeysen varımni bağışla candan aziz görgünümü bilmem sen tartınır nazlanır niçin yarım özü zanlı yoldaysan wow 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 güzelim bilmedim sevgi onunla nimelerini oynaysan sevginge zarkıdır niçin bana bak yolunu vermeysen varımni bağışla candan aziz görgünümü bilmem sen tartınıp nazlanıp niçin yarım özü zanlı yoldaysan hey hey wow hey hey Ershad, to'limi güzel bo'lgan bir naqshni bizga olib kelibsiz. To'limi hozirlandik. Rahmat sizga. Rahmat. Sizlarga rahmat. Ershad, siz shu ishkil o'ltirib berib o'qishdan burun shu san'at jihatga tushanchangiz yuzaki holatda bo'lgan bo'lsa, ishkil o'ltirib berib o'qishdan keyin san'atga bo'lgan tushanchangiz yana bir baldoq o'rildi deb o'ylayman. To'g'ri. Undaq bo'lsa, shu ishkil o'ltirib berib o'qib kelgandan keyin san'atga bo'lgan tushanchangizni bir so'zlab boqamsiz? Bo'ldi. Men o'qishga berishdan burun o'zim qiziqqandan keyin mashto'g'irliq to'g'rilarda pek material izlaydim ben. Meyli cho'lponlarning tarjimali bo'lsin, yangi chiqqan davlatimizda ishlangan oldin qatardagi kichiliklarni bo'lsin, izlab kirib turdim. Ondan bu ishkirga borgandan keyin rasmiy u ko'rgan bilan
haqiqiy berib o'z ko'zimizdan ko'rgan o'xshamaydi ekan. Ularniki dаңlıq ma'lumlarniki, dаңlıq rejissyorlar ishkir o'lkib Beijingdagi, cho'lponlarniki bevosita bizga dars o'tib, yaqin oraliqda turib mundaq o'tgan dars o'xshamaydi ekan. Endi albatta uyaga berib ta'sir qilgani hozir tilpullarda do'yin aslida ko'ramiz. Lekin mening his qilganim u ishkir o'lkalarda biz nurg'un kechiliklarga kirdik. Tomoshabinlar shundaqchi bolalarni ota-onalari bil akirdigan haqiqiy kechilikka. Pastda tomoshabinlar o'tirdi ekan, ustida artistlar o'yin qo'ygan ekan, ko'z uchrashib, buning hissiyati boshqacha bo'ldi ekan. Biz telefonda yo ekranda boshqa yerda ko'rsak, bu hissiyat almashmaydi ekan. Shunga buloqatga e'tibor berdik ekan. Bolalarni tarbiyalashga, masalan, drama bo'lsin, kino bo'lsin yaxshi ishlangan. Bolalarni cho'qim akirdigan ota-onalar. Menga mashtaq ta'sir qildi endi. To'lim yaxshi so'zlab berdingiz. Sizningki bu gapingizdan biz belgilik tushunchaga ega bo'ldik. Rahmat sizga. Sizlarga rahmat. Ershad, unaqa bo'lsa sizningki shu san'at jihatga keyingi planlaringiz, orzu-armonlaringizni bilib baqsaq bo'ladimi? Bo'ldi. Men kichigimda san'at qiziqqandan keyin, men shu 17-18 yosh vaqtimni tortib, kelgusi planimni bekitib olgan. O'zim o'tda qiziqqandan keyin, men shu san'at yo'lida mangsam, men shu muzik ishlash, naqsh aytish, drama o'ynash, etot o'ynash, mayli idora xizmatga, san'atga doir men shu xizmatni cho'qim yaxshi xizmatda qarmay o'zimning qiziqishi bo'lgandan keyin jafoyaz qilmaydi ekan. Hozir burun shu 10 necha muzik ishlash jarayoni, naqsh o'rganish, sahnaga chiqish jarayon o'ylasam shunchalik intayin qiyinchilikda bo'pti ekan ba'zi ishlar. Qiyinchilikqa duch kelibdi ekan. O vaqtimizda qiziqqandan keyin bo'linmabdi ekan bu. Hozirda o'ylab baqsam ba'zi shundoq o'zim qurbonlik bergan yerlarim jiq san'at uchun. İşten düşməni görüb muzik işləyman. Bəzi dost birodarlarimni izlab bulamagan, xatlashib qolgan vaqtlarim bo'lib qoldi. Shu qiziqqandan keyin ba'zi og'aylarim to'g'ri tushandi. Yana yoqtodi, mana og'aylarimning orzularini qo'llaymiz u bu deb. Shunga men xush bo'ldim. Mash kasbni adaqchi epmaman, to'xtamay o'rganaman. Mash kasbda endi belgilik shu jamiyatga bo'lgan to'hpamni qo'sha olsam, texmi yaxshi natijalarni qo'lga keltirsam. Tomoshabinlarga yaxshi naqshlarni, san'at jihatga yaxshi numurlarni, mayli naqsh bo'lsin, muzika ijodiyat bo'lsin, etot idoralarni bizning idora rahbarlik o'rlashtirgan. Mayli san'at jihatga har qanday bir narsa bo'lsin, ijroat bilan ishlayman, mashkasini adaqchi etmoqman. Bo'ldi. Ershad, suhbatimiz to'liq ko'ngilli bo'ldi. Bizmi ham sizningki bundan keyingi san'at hayotingizdan texnik o'ngishliq, texnik g'alabalik bo'lishini chin dilimizdan umid qilamiz. Sizlarga rahmat. Ershad, aldirashlik uchun vaqt chiqarib bizning programmamizga qatnashib berganingizni chin dilimizdan rahmatimizni bildiramiz. Bu shu Tarım Navosi programmasi qo'yilib ta hozirgacha shu ekran oldidagi do'stlarimizningki nihoyatda yaxshi bahosiga qo'llab-quvvatlashiga erishib kelyotdi. Eng oxirida sizdan so'rab baqsam, shu programmamiz qarta sizning qanday bir taklif fikrlaringiz, ko'ngil so'zlaringiz bor? Avval sizlarga cho'nqur rahmatimni bildiraman. Nimishqa degan vaqtimizda men ilgari sizim dedingiz bir ikki naqshlaringizni anglab beqib ekanman deb. Undan keyin ozroq vaqt to'xtab qoldim. Lekin tirishni qat'iy to'xtab qo'ymadim. Bu mezgilda shu mayli yezdi bo'lsin, mayli idorada xizmat qilgan vaqt bo'lsin, ishdan tushgan vaqt bo'lsin, men bir kunmi, bir soatmi san'atni o'ylamaygan vaqtim yo'q. Kech kunduz mashinanga vaqtimni sarf qildim desam bo'ldi. Mishtaq ijroat bilan ishlaganimni sizlar ko'rib, mishtaq tirishchiligimni ko'rib, mishtaq taklif qilib, meni ziyorat qilganlarga chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Bo'ldi, sizning shu programmamizni qo'llab, programmamizga qatnashib berganligingizga chin dilimizdan rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizga. Sizlarga rahmat. Qadrli do'stlar, vaqt e'tibori bilan Tarım Navosi programmamizning bu alayda sonini shu yerda oxirlashish oldi turibdimiz. Ekran oldidagi to'rdoshlarimizning Tarım Navosi programmasini yoqtirib ko'rishni va shundaqla bizga yaxshi taklif fikrlarni berishni chin dilimizdan umid qilamiz. Va endi shundaqla programmamiz bilan hamkorlashmoqchi bo'lgan do'stlarimizni chin dilimizdan qizg'in qarshi olamiz. Tarım Navosi programmamizning keyingi sonlari texmo rangdor, texmo sarxil. Men sizlarni Tarım Navosi programmasida saqlayman. Kelar sonda ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.